O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmayib, bir soat botdan bilan ishlatgan qo'yishni, otasi alga, onasi bo'ladi, bolalar bor, yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmayli, tushunmayapman. Ular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nega qaradi? O'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan. Bunga hissizmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya, so'kiyapti bu ana bor. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Hatto hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Onam sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. O'lib ketish mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, men o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Aboyim tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak. Oke, qamab tashlabdi-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishlarni. Ey, qornim to'q deyapman-ku. Osmon qilib beraman. I got you.